Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Bugungi suhbatimiz mavzusi ushur baraka omili deb nomlangan. Azizlar, Alloh taolo insoniyatga ko'p ne'matlar bergan, ularni sanoqga yetib bo'lmaydi. Jumladan odam hayoti uchun muhim bo'lgan dehqonchilik, bog'dorchilik qilishga yer yuzida qulay sharoitlar yaratgan. Dehqonchilik qilish mo'l rizq ro'z baraka garovidir. Shu bois dehqonlar bahor faslida bir qarich yerni ham bo'sh qoldirmaslikka harakat qiladilar. Aslida bizga dehqonchilik Odam ato alayhissalomdan meros. U zot insoniyatni yerni mehnat bilan obod qilish, undan rizq topish, uni asrashga o'rgatganlar. Payg'ambarimizlar dehqonchilik haqida shunday hadislari bor. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakul minhu tayrun wa la insanun illa kana lahu bihi sadaqatun. Qaysi bir musulmon ko'chat eksa yoki dehqonchilik qilsa, keyin undan qush, inson yoki hayvon yesa, buning uchun ekkan kishiga sadaqa qilganning savobi yoziladi dedi. Endi qancha odamga sadaqa qilayotganingizni ham bilmaysizda, hattoki shu qancha qushlar yeb ketadi bitta daraxtni ekib qo'ysangiz. Qancha qurt-qumursqa yeydi. Shularning hammasi savobi sizga yoziladi. Demak, ko'chat ekkan kishining mehnati hech qachon zoya ketmaydi. Undan yegan barcha jonzotlar sababli sohibiga sadaqa yozilib turadi. Dehqon va bog'bonlarga shunday savob va'da qilinishi bilan birga ularning zimmalariga ushur berish ham farz qilingan. Ushur arab tilida 10dan 1 degani. Shariatda esa dehqonchilik va bog'dorchilik mahsulotlarining zakoti hisoblanib, asosan yetishtirilgan mahsulotning 10dan 1 qismi miskinlarga berilishi e'tiboridan ushur deb nomlangan. Ushur shariatimizda Qur'oni Karim, hadis sharif, ulamolar ijmosiga ko'ra farzdir. Ushur bir farzlik borasida Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday buyuradi. Demak, Xudo bergan rizqning hammasidan chiqariladigan kambag'alning haqi bor-da. Mana boshqa pul, qora mol, hayvonlardan boshqacha chiqariladi. Endi hosillardan boshqacha chiqariladi. Masalan, u puldan, mol, ashyolardan 40 dan 1 chiqariladi. Mol, qo'ylardan endi o'ziga yarasha uniki. Qo'yniki alohida, otniki alohida, tuyaniki alohida, qora molniki alohida o'zining nisoblari bor. Qo'y 40 ta yetgandan keyin boshlanadi zakotlari. Mollar 30 ta yetgandan keyin boshlanadi. Otlar 5 ta yetgandan, tuya 5 ta yetgandan. Otlar 5 ta yetganda emas, otlar narxidan hisoblab bitta o'sin berilaveradi. Tuya esa 5 ta yetgandan keyin zakot berish boshlanadi. Shunga o'xshagan hosillardagi yerdan chiqadigan hamma hosillardagi xo daraxt bo'lsin, xo boshqa ekinlar bo'lsin, 10dan 1 zakot beriladi. Uni ham o'ziga yarasha masalalar bor, hozir o'rinda aytamiz. Demak, Alloh taolo bu ushur haqida An'om surasida buyurgan. Bismillahirrohmanirrohim. Yig'im-terim kuni haqini beringlar, ushurini beringlar va isrof qilmang, zero Alloh isrof qilishlarni xush ko'rmaydi. Shu oyatni tafsir qilgan ulamolarimiz ushurning farz bo'lish vaqti hosil pishirib yetilgan va yig'ishtirib olinadigan kunda ekanligini ta'kidlashgan. Oyatning davomida isrof qilmanglar, Alloh isrof qilishlarni xush ko'rmaydi jumlasining ma'nosi qiladigan ihson, ya'ni ushur va zakotlaringizni Alloh taolo buyurgan o'rnidan boshqa joyga sarflamang deb bayon qilinadi. Demak, nima qilish? Ushurni qachon beramiz desa, hosil yig'ib olganda beramiz. Sababi shu payt aniq bo'ladi-da, qancha hosil chiqqan. Hali daraxtda turganida yo o'zining nimasida yerda turganda uni bilmaysizda qancha chiqishini. Oldindan berib qo'y degan. Avval chiqadi, o'lchaysiz, shunga qarab turib keyin berasiz. Hosilni o'zidan. Yoki shuni hisoblab pulini bersa ham bo'ladi. Masalan, kartoshkani chiqdi, shu tonnasiga qarab pulga hisoblab bersa bo'ladi. Endi Alloh taolo Baqara surasi 267-oyatida shunday buyuradi. Ey iymon keltirganlar, o'zingiz kasb etgan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalarni yaxshilardan ihson qiling. O'zingiz faqat ko'zingizni chirt yumibgina oladigan darajadagi yomon narsalar ihson qilishga tanlamang. Shuningdek bilingizki, albatta Alloh g'ani va maqtovga loyiqdir.
berganda ana chirigan qurt tushgan deydiku unaqasidan berilmaydi hosilni eng yaxshisidan beriladi hamma narsani ham eng yaxshisini berish kerak chunki u o'zimizga qolyapti-da o'zimizga ravo ko'rganimiz eng yaxshisimidi shu eng yaxshisini bering yomonini bersak yomoni qoladi ya'ni oxiratda oldimizdan chiqadi shu shuning uchun yaxshisini berishimiz kerak pul berganda ham yaxshisini berishimiz kerak dollarini 200 mingtaligini berishimiz kerakda o mayda chuyda eskirib ketganlarni yirtiq sirtiqlarni emas o'shani Alloh taolo aytyapti ey iymon keltirganlar o'zingiz kasb etgan biz sizga yerdan chiqadigan narsalarni yaxshisidan ehson qiling deydi demak ehson eng yaxshisi bo'lishi kerak azzimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum deb aytganlar payg'ambar hadis sharifda biz buni minbardagi xutbalarda o'qiymiz-ku ya'ni qurbonlik uchun so'yiladigan hayvonni kattasini tanlang chunki sirot ko'prigida o'zingiz uni minib o'tasiz deganlar minib o'tadigan o'zimizni ko'taradigan bo'lishi kerak endi so'yayotgan hayvonimizda ehson shunaqa bo'lishi kerakda imkoniyati borichada endi imkon bo'lsa imkoni bor odam shuni qisib qintinmasin demoqchilar lekin imkoni bor odam yo'q odam boricha qilaveradi nima topsa topganini ushur borasida Hazrat Jabir radhiyallohu anhu rivoyat hadis sharifda payg'ambarimiz shunday deganlar fima saqatil anharu wal ghaymul ushuru va fima suqiya bisaniyati nisful ushri Buxoriy rivoyati ya'ni anhorlar va bulutlar sug'organ narsalardan ushur beriladi suv chiqaruvchi hayvon ila sug'orilgan narsalardan ushurning yarmini beriladi 20dan 1 ushurning miqdorini belgilashdagi asosiy mezon bu sug'orish ya'ni ekinlarni bepul ortiqcha mashaqqatsiz sug'orilgan bo'lsa chiqqan hosilning 10dan 1 ya'ni umumiy hosilning 10% ni berish farz agar sug'orish pulli bo'lsa yoki maxsus texnika nasos charxpalak hayvon kabi narsalar ishlatib sarf xarajat mashaqqat bilan qilingan bo'lsa sug'orish unda 10dan 1 yarmini beriladi 20 ni beriladi ana ya'ni mana shu osmondan tushadigan suv bor o'zidan o'zi tushadi ko'p yomg'ir yog'sa o'sha yerda osongina sug'orilib hosil yetilyapti bo'ldi bu mashaqqatsiz hosil paydo bo'lgani uchun buni 10dan 1 beramiz har 10 tonnadan 1 tonnasini beramiz lekin qiyinchilik bilan mashaqqat bilan suv chiqarilgan bo'lsa yoki suvni katta pulga sotib olinayotgan bo'lsa motorlar nasoslar ishtirok etayotgan bo'lsa yo hayvon bo'lsa ham masalan otlar eshaklar bilan toshib keltirib keyin sug'orayotgan bo'lsak unda 10 tonna emas 500 kilo beriladi 10 tonnadan 1 tonna emas 10 tonnadan yarim ya'ni yarim tonna 500 kilogramm ushur chiqadi ya'ni mashaqqatga qarab yuk yengillashadi sug'orishdan boshqa ishlarda qilingan xarajatlar e'tiborga olinmaydi ya'ni chiqqan hosil ko'p yo kam bo'lsin yuqoridagi aytilgan holatga qarab 10dan 1 yoki 20dan 1 beraverasiz ana shu bitta sug'orish mashaqqati e'tiborga olinadi qolganlar soliq to'lashimiz kerak yerni haqini berishimiz kerak kabi ishlar yo'q Abu Hanifa rahimahulloh ziroat mahsulotlarining ozidan ham ko'pidan ham ushur olinadi deganlar Muxtasar Viqoya kitobimizda aytiladi oz bo'lsa ham ushri yerning va tog'ning asalidan mevasidan hamda yerdan chiqqan narsalardan agar uni oqar suv yoki yomg'ir sug'organ bo'lsa ushur beriladi o'tinga o'xshash narsalarda ushur yo'q osmon buloq quduqning suvi ushlidir agar katta paqir yoki charxpalak bilan sug'orilsa ushurning yarmini beriladi bunda ziroat uchun qilingan xarajat chiqarib tashlanmaydi dedilar ana osmon keladigan xarajatsiz keladigan suvlar bilan paydo bo'lgan hosil bo'lsa buni 10dan 1 beramiz agar xarajat bilan qiyinchilik bilan suv kelgan bo'lsa 10dan 1 ni yarmini beramiz
demak suv o'zi oqib ketsa, sotib olmasa, suv chiqarish yoki olib kelish uchun xarajat qilmasa, yomg'ir suv sug'organ bo'lsa hosilni, u yerdan chiqqan hosil 10 dan 1 beriladi. Asalning ushuri sof foydadan emas, yig'ilgan jami asalning 10 dan 1 beriladi. Asal ham hosilda endi u. Gullarda shirasidan olinayotgan hosil. Bu ham xuddi shunday ekinlarga o'xshab, undan ham hosil oldi hisobida undan ham ushur beriladi. Ushur beriladigan hosildan xarajatlar chiqarib tashlanmasligining sababi oyat va hadislarda bu haqda hech narsa deyilmagani uchun boricha beriladi. Payg'ambarimizlar asaldan ushur berishni buyurdilar, ya'ni ushurni oldilar debdilar. Asaldan ham 10 dan 1 beriladi. Bu hadis sharifda ham xarajatlar haqida tafsilot yo'q. Deyarli barcha Hanafi fiqh manbalarida ushur bermoqchi bo'lgan kishi xarajatlarni chiqarib tashlamaydi va yig'ib olingan asal miqdori ko'p yoki kam bo'lishidan qat'iy nazar undan ushur berishi lozimligi ta'kidlangan. Wala tuhsabu mu'natuhu wal kharju alayhi wa fil asali al-ushru qalla aw kasura idza ukhidha min ardil ushri. Ushur beriladigan mahsulotlarning sarf xarajatlari hisoblanmaydi. Asal ko'p yoki kam bo'lishidan qat'iy nazar ushli yerdan olingan bo'lsa 10 dan 1 beriladi. Agar asalarilar 20 dan 1 beriladigan yerda turgan bo'lsa, boyagi yerda suv mashaqqat bilan chiqariladigan yer bor-ku, suv xarajat bilan chiqarilyapti. O'sha yerga borib turib asal yig'yapti. Bu degani o'sha suv mashaqqat bilan chiqqandan keyin yetarli yetmas bo'ladi-da, asal ham osonlikcha chiqmaydi-da. Shuning uchun unaqa yerda turgan bo'lsa, asalni ham 10 dan 1 emas, 20 dan 1 beradi dedilar. Hovlidagi ekinlar hamda mevali daraxtlar mevasidan ushur berilmaydi. Mana bu masjid hovlisida bo'lishi mumkin. O'zimizning hovlimizdagi daraxtlardan hosil olasiz-ku, ko'p hosil oladi bir xil odamlar. Shuna ushur berilmaydi. Balki dalasidagi daraxtlar mevasidan ushur beriladi. Dalada bo'lsa, o'sha daraxtlar mevasidan ushur berish kerak bo'ladi. Zero hovlidagi narsalar undagi imoratlarga tobe hisoblanib, ulardan ushur berilmaydi. Fatvoyi qozixonda shunday deb aytilgan, lekin hovlisini bog'ga aylantirib daromad oladigan kishilar undan ushur beradilar. Mana hovlida katta bog' bor. Rosa hozir mirishkor odamlar bor-da, nimadir daraxtdan, ekindan rosa daromad qilayotgan odamlar bo'lsa, bular ushur beradi ular. Somondan ushur berilmaydi. Mana dehqonchilik qilgan odamlar bo'lsa, somon yig'ishtirib olgan bo'lsa, u ham ancha ko'p somon sotyapti hozir katta fermerlar bo'lsa. Chunki bug'doy somoni uchun emas, balki doni uchun ekiladi. Bedani urug' olish uchun ekilgan bo'lsa, urug'dan ushur beriladi. Agar bedani poyasi uchun ekilgan bo'lsa, unda beda poyasidan ushur beriladi. Mana bedalardan ham ushur chiqadi. Makkajo'xori ham xuddi shunday, doni uchun ekilgan bo'lsa, donidan ushur beriladi, poya uchun ekilgan bo'lsa, ushur berilmaydi. Lekin hayvonlarga yem qilish uchun ekilgan makkajo'xori yoki jo'xorining poyasidan ushur beriladi. Chunki foydalanyapsiz undan. Molga berasiz, molni semirtib sotmoqchi bo'lyapsiz. Yana ko'p tushadigan savollardan biri, ushurni yer egasi beradimi, ijaraga oluvchimi degan savol. Mana hozir bizga vodiydan mirishkorlar keladi-da, yerlarimizda dehqonchilik qilyapti. Shuni fermerlarimiz yerni beryapti ularga ijaraga 1 yilga deb. Undan daromad olyapti fermer. Endi ushurni kim beradi? Ana mehnat qilayotgan odam beradimi yo sotgan odam beradimi? Eng ko'p shu savol beriladi. Hanafi mazhabining buyuk mujtahidlar Imom Abu Yusuf ibn Muhammad rahimahulloh alayhissalomning fatvolariga ko'ra, ular yerni ijaraga olib dehqonchilik qilinsa, uning ushurini ijaraga olgan dehqon beradi. Chunki ushur yerdan chiqqan hosilning zakoti bo'lib, hosilning barchasi ijaraga olgan dehqonga tegishli. Buning ustiga hozirgi kunda ushurni yerni ijaraga olish dehqonga berish urfga kirdi. Agar yer egasi dehqonga chiqqan hosilning bir qismini berishga kelishgan bo'lsa, u holda har kim o'zining hissasidan ushur beradi. Pulga emas, hosilga kelishdi. Mana shu joyga dehqonchilik qilasiz, qancha
hosil olsangiz o'zingizniki, menga lekin ijara haqiga 10 tonna berasiz piyozdan deb qo'ydi. Shu 10 tonnanikini o'zi beradi, qolgan 12 qancha chiqqan bo'lsa o'zi beradi. U ham o'zi beradi. Ulamolarimiz aytishganki, mo'min kishining moli nisobga yetsa, uning mollari orasiga sadaqa olishga haqdor kishining haqqi qo'shilib qoladi. Zakot chiqarsa moli poklanadi, ko'payadi. Xonadoniga baraka kiradi. Aksincha bo'lsa gunohkor bo'ladi. Ushurda ham xuddi shunday. Zakotdagi va miskinning haqqi qo'shilib qoladi. Ushur berish molni poklash hisoblanadi. Qonun shu. Xudo men beryapman rizqni deydi. Endi kambag'alga berasan deyapti. Bo'ldi, buni o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun har qanday bizga kirayotgan kirimdan kambag'alning haqqi bor. Pullardan 40dan 1, qo'ylardan 40dan 1, qoramoldan 30dan 1, tuyada 5 tadan boshlanadi, otlardan ham 40dan 1 va mana hosildan 10dan 1, qiyinchilik bilan bo'lsa 20dan 1. Mana shu miqdor bizniki emas. Tushundingizmi? Mana shu miqdor birovniki, faqat bizning qo'limizda turibdi. Biz esa imtihonda turibmiz. Xudo shuni ber deb qo'ydi, beradimi yo'qmi imtihonda turibmiz. Bersak sog' salomat o'tdik shu imtihondan, bermasak qiyomatda javob beramiz. Birovning haqini yegan bo'lib qolamiz. Shuning uchun quloq qoqmay, qosh qoqmay deydi-ku, quloq qimirlatmay, qosh qoqmay buni berish kerak. Berish faqat foyda. Birinchidan qiyomatda oldimizdan chiqadi, yuzimiz yorug' bo'ladi. Ikkinchidan hamma shu sadaqalar ado qilingan jamiyatda kambag'al bo'lmaydi degan. Muhtoj odam bo'lmaydi. Mana shu tizim hech kimda yo'q. Agar shu tizim ishlasa, o'z vaqtida hamma odam topgan daromadini aytilgan miqdorini berib tursa, Xudo aytgan miqdorini, kambag'al bo'lmaydi. Hech mana shu musulmon jamiyatda kambag'al bo'lishi mumkin emas. Bermayotgan bo'lsa, endi bo'lishi mumkin ehtimol. Payg'ambarimizlar mol sadaqa qilish bilan kam emasligini, aksincha ko'payishini ta'kidlab shunday deydilar: "Ma naqasat sadaqatun min malin va ma zadallohu 'abdan bi'afwin illa izzan va ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'ahu Alloh." Imom Muslim rivoyatlari. Sadaqa molni kamaytirmaydi va Alloh taolo bir bandani kechirimli bo'lgani sababli faqat azizligini yuqori qiladi. Hamda kim Alloh uchun kamtarlik qilsa, Alloh taolo uni martabasini yuqori qiladi. Shayton aytadiki, sadaqa qilsang o'zingga nima qoladi deydi. Sen beradigan joying ko'p-ku deydi. Shuning uchun bitta narsani niyat qilasiz-ku, beraman deb, darhol bering. Kechiktirmang. Ozgina orqaga sursangiz, shayton sizga g'alaba qiladi. Beringiz kelmay qoladi. Bitta vojihni tiqishtiradi sizga. Va natijada savobdan quruq qolasiz. Vaholanki eng katta savob bizga sadaqadan keladi. Topayotgan pullarimizni berilgan sadaqadan keladi. Uni miqdorining ahamiyati yo'q. 10 ming bo'lsa ham shu sadaqa bizni qutqarishi mumkin. Payg'ambarimizlar nima dedilar? Yarimta xurmoni berib bo'lsa ham do'zaxdan o'zingizni qutqarib oling dedilar, ha? Va mana nima Mujodala porasida kelgan oyat bor-ku, ya'ni o'layotgan payti o'lishimiz bilan Robbim meni ozroq ajalimni orqaga surib bersang ekan, tirilsam ekan, fa as-saddaqa va akun minas solihin. Bitta sadaqa qilib olardim. Ozgina ajalim kechikib tursa, bitta sadaqa qilib olardim derganda. Chunki o'lishimiz bilan biz hamma amallarimizni savobini, darajasini ko'ramiz. Shunda sadaqani juda katta ekanini ko'rib qolar ekanda. Tushundingizmi? Shuning uchun har bir o'lgan odam tirilishda Xudodan so'raganda sadaqa qilib olardim deydi. Qarang, bir haj qilib olay, bir umra qilib olay demas ekanda, bir namoz o'qib olay demas ekan, bir zikr qilib olay demas ekan, bir sadaqa qilib olardim. O'zining qo'lidagi narsani berib yuborsiz. Payg'ambarimiz Oysha onamizga aytdilar, shu
bitta qo'yni so'yib tarqatingizlar deb tayinlab chiqib ketdilar. Keyin qaytib kelganlaridan keyin ancha vaqtdan keyin bu qo'y nima bo'ldi deb so'radilar. Shuni tarqatdik, bitta qo'li qoldi bizga dedilar. Bitta qo'li qolmabdi dedilar. Qolgani bizga qoldi dedilar. U kishi Oysha onamiz payg'ambarimizga mehribonchilik qilib, payg'ambarimizla qo'yning oldingi oyog'ini, go'shtini yaxshi ko'rardilar. Payg'ambarimizdagi pishirib beramiz deb olib qoluvdilar. Lekin payg'ambarimiz shu bizga qolmabdi dedilar. Ya'ni ketgani bizdan, chiqqani biznikida, aniq bizniki. Lekin bizda qolganiga biz hisob beramiz. Hali bizniki bo'lishi qiyin uni. Hamma hisobdan o'tsa keyin bizniki bo'ladi. Lekin berganimiz aniq bizniki bo'ldi. Ya'ni qiyomatda Xudo umuman haqimizga xiyonat qilmay, zarra misqoli bo'lsa ham oldimizga qo'yadi yaxshilikni, zarra misqoli yomonlik bo'lsa ham oldimizga qo'yadi. Shuning uchun sadaqaga mana shunday katta e'tibor berilgan dinimizda. Mana bitta hadis bor. Avval aytganman sizga, har esimga tushganda aytaman. Payg'ambarimizlar huzurlarida sahobalar bir ayolni zikr qilishdi. Palonchi ayol namoz o'qiydi, qo'shimcha namozlar o'qiydi, kechalar tahajjud o'qiydi, ro'zalar, nafl ro'zalar tutadi, ko'p sadaqotlar qiladi, ammo qo'shnilariga aziyat yetkazadi deyishdi. Shuni payg'ambarimiz nima dedilar? U ayol do'zaxga kiradi dedilar. Keyin ikkinchi ayolni zikr qilishdi. Faqat farz namozlarini o'qiydi, farz ro'zalarni tutadi va bir tuyoq miqdoricha sadaqa qiladi-yu, lekin umuman tilidan hech kimga ozori yo'q. Rosa tili shirin deb maqtashdi. Shuni deyishdi, u ayol jannatga kiradi dedilar. Ikkovidagi farq tilda ekanligini, til ofat ekanligini shu hadisda misol keltiriladi. Ya'ni hammamiz bu hadisni o'qiganda o'ylaymizki, demak, tilga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qo'shnilarga, musulmonlarga tildan aziyat bermasligimiz kerak ekan deymiz, ha? Lekin ikkinchi e'tiborni unutamiz. Bu yerda payg'ambarimiz nima dedilar? Ko'p sadaqa qiladi dedilar birinchisini. Ikkinchisini-chi tuyoq sadaqa qiladi dedilar. Ya'ni hech narsasi yo'q bo'lgan odam tuyoq bo'lsa ham sadaqa qilish kerak ekan degan masalasi bor ichida. Shuningdek, hammamiz sadaqa qilishimiz kerak. Birov aytadiki, bor bo'lsa o'zimni ortsa qilaman deydi. Asli unday emas. Asli o'sha yo'q payt qilish kerak. Shu yo'q payt qilingan sadaqani qadri bor. Payg'ambarimiz aytdilarki, bir yigit 100 ming dinor ihson qildi-yu, bir yigit 1 dinor ihson qildi, ammo 100 ming dinor qilgandan ko'ra buni savobi ko'p bo'ldi dedilar. Shunda sahobalar qanday bo'ldi deb so'raganlarida 100 ming dinor ihson qilgan yigitning 100 ming dinorlari ko'p edi dedilar. 100 ming dinorlardan bittasini berdi dedilar. Ammo 1 dinor qilgan ihson qilgan yigitning o'zi 2 dinori bor edi bisotida. Yarmini berdi dedilar. Bor mulkini yarmini bergan ekanda. Shuning uchun uni savobi ko'payib ketdi. Xulosa nima ekan? Shu gapdan xulosa, demak, sadaqa qilib Xudoning huzuridan martaba olishda hammamiz teng ekanmiz. Boricha, yo'q holicha teng ekanmiz. Qarang. Mana masjidga birov 50 million ihson qilishi mumkin, birov 5 ming so'm ihson qilishi mumkin. Bir talaba bo'lsa, oxirgi pulini beradi-da. Oxirgi pulini beradi talaba bo'lsa. 5 ming. Masjidga savob bo'ladi. Xudo xolasa menga yana Xudo yetkazadi deb bersa, boshqa puli tugadi shu bilan. Ana 50 millionlik yigitda 50 milliondan ko'p-da, 150 millioni bor uni. Bittasini berib yubordi. Ana shu ko'rdingizmi Xudoning mehribonligini? Xudoning rahmati hammamizga teng yog'adi. Agar boyga ko'proq, kambag'alga kamroq yog'sa, u adolatsiz bo'lib qolardi. Mana Xudoning adolatini, rahmat, mag'firatini, mehribonchiligini ko'ryapsizmi? Hammaga teng yog'adi Xudoning rahmati. Shuning uchun men qachon orttirsam beraman desak, xato qilamiz. Boricha berib yuborishimiz kerak-da. Shunda aniq o'zimizga o'tadi. Ham biz ana katta ihson qilayotgan birodarlarimizdan ham oldinga o'tib ketib qolishimiz mumkin savobda. Tushundingizmi? O'shaning uchun qachon men pulim ko'paysa beraman, falon joyga yetganda beraman emas. Qo'ldan kelgancha bechorani holidan xabar olishimiz kerak ekan.
ikkinchisi mana birinchisi demak nima ekan, sadaqa molni kamaytirmaydi, balkim sadaqa molga baraka kirgizadi. Shu sadaqamizning sharofatidan molimizga Alloh taolo baraka berib ko'paytirib yuboradi. Alloh taolo bir bandani kechirimli bo'lgani sababli faqat azizligini yuqori qiladi. Kechirimli bo'lish deganda ana shu kechirsam, men undan pastga o'tib qolsam, keyin bu meni qadrim tushib qolsa deb o'ylamaylik. Xudo, azizlik Xudoda. Xudodan keladi azizlik. Birovni aziz qiladigan Xudo, boshqa hech narsa emas. Azizlik, izzatni Xudo egasi Xudo. Shuning uchun kechirimli bo'lsak, azizligimiz faqat ko'payishi mumkin, kamaymaydi. Xorib qolmaymiz biz. Shuning uchun kechirimli bo'laylik, ha? Payg'ambarimizdan eng ulug' sifatlari kechirimida. Shu amakilari Amir Hamzani o'ldirgan Vahshiyni ham kechirganlar. Iymonga kelganda kechirdilar-da. Bo'lmasa Ka'baga osilib turgan bo'lsa ham boshi olinsin deb qattiq xafa bo'lganlar. Lekin iymonga kelaman deb o'zi kela olmadi-da, shunday Vahshiyni. Vahshiy odam jo'natdi. Men ham borsam meni kechiradilarmi, meni qabul qiladilarmi deb odam jo'natdi. Chunki boyagi hukm bor-da. Payg'ambarimiz kechiraman dedilar. Keldi, keyin kechirdilar-da, iymonga kirdi u kishi. Ko'rdingizmi? Mana shunday qorakan o'tkazaylik. Qoraka o'ting, oldinga o'ting. Demak, kechirimli bo'lish bizni faqat izzatimizni ko'taradi xolos. Azizligimizga azizlik qo'shiladi xolos. Ammo biz kamayib qolmaymiz. Shuning uchun kechirimli bo'laylik. Payg'ambarimizlar mana shunday kechirim sifatli zot edilar. Biz ham shu zotning sunnatlariga ergashaylik. Endi kim Alloh uchun kamtarlik qilsa, Alloh taolo uni martabasini yuqori qiladi. Mana mo'min musulmonlarning eng asosiy xulqi kamtarlik bo'lishi kerak. Payg'ambarimizlar chunki kamtar zot edilar, ha? Ikkita dunyo u kishi uchun yaratilgan bo'lsa ham, jannat egasi u kishi bo'lgan bo'lsalar ham, Mirojga chiqib Alloh taolo bilan ko'rishib kelgan bo'lsalar ham, Qur'on u kishiga tushib turgan bo'lsa ham, Qur'on egasi bo'la turib ham eng oxirgi darajadagi kamtar, sodda hayotni yashadilar, sodda kiyimlarni kiydilar, sodda hayot tarzida yashab o'tib ketdilar. Biror joyda bir katta ketganlari, biror kishiga zulm qilganlari, bosim qilganlari, men oddiy insonman dedi. Bir nima voqea esimga tushib qoldi hozir mana. Uzr endi sal cho'zilsa ham. Xullas bir arobiy kelib Ka'batulloh tavof qilyapti. U arobiy yangi musulmon bo'lgan ekan. Arobiy degan sahroda yashaydigan arab degani-da. U endi madaniyatdan, nimadan uzoqroq bo'ladi-da. Tartib intizomdan. Aylanib tavof qilyapti-yu, shu payti ittifoqqa payg'ambarimizlar ham tavof qilyaptilar. U endi payg'ambarimizdan ko'rma iymonga keltirgan. Endi kelgan payg'ambarimizdan ko'rishga. Yo'q, Ka'baga kirgan odamning birinchi qiladigan ishi tavofda. Ka'ba shaharga, Makka shahariga to'g'ri kirgan odam avval tavofdan boshlaydi ishini. Birinchi tavof qilib, keyin ihromni yechib, keyin boshqa ishga o'tadi-da. To'g'ridan-to'g'ri kirib, to'g'ri ishini qilib ketavermaydi. Endi mana o shaharning xizmatida turgan odamlardan tashqarida endi. Tashqaridan borgan odam xuddi shunday odobi. U yigit ham aylanyapti-da, keyin bir payti Ka'bani eshigini ro'parasida turib oldi-da, "Ya Rob, ya Karim" deb duosini boshlayverdi. Payg'ambarimiz uni ko'rib turdilar-da, u yigitning g'ayrat, shijoatini ko'rib, shu yigitga qiziqib, orqasida turdilar-da, "Ya Rob, ya Karim" desa, payg'ambarimiz ham "Ya Rob, ya Karim" deb uning gapini takrorlab turdilar-da. U yigit bir qarab qo'ydi, payg'ambarimizdan tanimaydi-ku endi hali. Keyin indamadi, yana "Ya Rob, ya Karim" desa, payg'ambarimiz "Ya Rob, ya Karim" dedilar. Boya yigitni gapini orqasidan qayta, uni duosiga omin demoqchi bo'lyaptilar-da endi. O yigit tushunmayapti-da, orqaga qaradi-da, keyin yana hayron bo'ldi, yana "Ya Rob, ya Karim" dedi. Bunday qaradi-da, payg'ambarimiz ham "Ya Rob, ya Karim" deb 3-marta aytdilar. Shunda qaradi-da, "Bir ko'rinishingizdan chiroyli odam ekansiz" deyapti endi boyagi yigit. "Yuzingizda bir nur bor ekan. Agar" dedi, "bir esli hushli odamga o'xshamaganingizda" dedi, "ustingizdan" dedi, "Rasulullohga shikoyat qilib berardim sizni" dedi. Rasulullohga shunday deyapti. "Nima bo'ldi?" dedilar.
Nima dedi, meni qishloqdan kelgan deb, bir sodda ekan deb, yo kambag'al ekan bu deb turib, meni dedi, kamsitmoqchi bo'lyapsizmi dedi. Men gapimni takrorlaysiz orqamdan deyapti-da. Keyin payg'ambarimiz, ey Arobiy dedilar, sen nabiyingni, rasulingni tanimaysanmi dedilar. Yo'q, tanimayman dedi. Men u kishini ko'rmasdan turib iymon keltirganman, ko'rmasdan turib tasdiqlab olganman u kishini dedi. U haq ekanligini dedi. Lekin dedi, habibim bo'ladi u kishi dedi. Ya'ni juda eng yaqin do'stim demoqchi-da. Agar dedi, meni shunday kamsitkich bo'lsangiz, men u kishiga shikoyat qilaman ustingizdan dedi. Men seni rasulingman, Muhammad Rasulullohman dedilar. Boyagi endi o'zini yo'qotib qo'ydi-yu, shundoq payg'ambarimizdan quchoqlab, bosh ko'zlarini o'pib ketdi, qo'llarini o'pib, "Yo Rasululloh, men sizni tanimabman, uzr, meni kechiring" deb shunday qildi. "Yo, unday qilma" dedilar. Buni ajamlar podshohlarini ulug'laymiz deb shuni qo'llarini, bosh ko'zlarini o'padi. Men oddiy insonman dedilar. Oddiy senga o'xshagan odamman dedilar. Ko'rdingizmi? Shunday katta martabadagi inson zoti yaralibdiki, eng ulug' inson deb hisoblanadigan payg'ambarimizlar, men oddiy insonman, unday qilma dedilar. Shunday dedilar, "Yo'q, shunday" deganlarida Jabroil alayhisalom tushdilar. Ya'ni vahiy olib keldilar. "Yo Rasululloh, salom bo'lgan zot sizga salom yo'lladi. Va bu Arobiyga xabar bering" deb aytdi. Bizning halimligimiz, bizning karamimiz buni aldab qo'ymasin. Biz albatta qiyomat kuni uni huzurimizda turg'izib qo'yib, har bitta ishidan so'roq qilamiz. Kichkina qitmirga ham, fatilga ham dedi. Ana xurmoni danagini o'rab turgan yupqa pardani aytadi fatil deb. Qitmir deb shu xurmon dananing o'rtasida bo'ladigan kichkina nuqta bor o'sha. Ya'ni har qanday kichkina amaliga ham savol javob qilamiz buni. Bunaqa sodda bo'lsa, hech nimasi yo'q bo'lsa, bu bilan o'qitilib qolmaydi demoqchi-da. Jabroil alayhisalom Alloh taolo shu hukmni aytdi. Shuni payg'ambarimizda boyagi Arobiyga qarab aytdilar-ki, "Arobiy eshit" dedilar. "Menga hozir vahiy keldi" dedilar. "Nima vahiy keldi yo Rasululloh? Jonim sizga fido, eshitaman" dedi. Aytdilar-ki, Alloh taolo aytayapti, "Bu Arobiyga ayt" dedi. "Mana shu siz Allohning karami, Allohning fazli, marhamati seni aldab qo'ymasin. Har bitta qilgan amalingga seni Alloh taolo hisob qilar ekan qiyomatda. Hammamizni hisob qiladi, seni ham hisob qilar ekan. Huzurimda turib buni hisob qilaman" deb aytdi desa, Arobiyning mazasi qochib qoldi birdaniga. "Yeh" dedi. "Hali" dedi, "Xudo meni hisob qiladimi" dedi. "Ha, hammani hisob qiladi" dedilar. "Agar Xudo meni hisob qiladigan bo'lsa, men ham Xudoni hisob qilaman" deyordi. "Hoy, og'zingga qara" dedilar. "U gap joizmi? U sen yomon gap aytyapsan. Bo'lmaydi bu gap. Xudoga yo'q, hisob qilaman" dedi. "Menga qaytarmang, o'rtaga tushmang men bilan Xudoning o'rtasiga" dedi. "Hoy Arobiy, gunoh so'z bu, unday dema, beodobchilik" deb payg'ambarimiz endi qo'rqib ketdilar. Uni kufrga ketib qolmasin deb-da. "Sen og'zingga qara, nima deyotganini tushunyapsanmi" dedilar. "Ha, tushunyapman ya Rasululloh, meni to'xtatmang" dedi. "Agar Xudo meni" dedi, "hisob qilsa" dedi, "gunohlarim bilan hisob qilsa, uni mag'firati bilan hisob qilaman" dedi. "Agar kamchiliklarim bilan hisob qilsa, uni afvi bilan men hisob qilaman" dedi. Afvisi bilan dedi. Payg'ambarimiz birdan bo'shashdilar. "Shunday demaysanmi" deb xursand bo'lib ketdilar. Ya'ni mening gunohlarim bo'lsa, uning mag'firati qayerda qoldi? Meni kamchiliklarim bo'lsa, uning afvisi qayerda qoldi demoqchi bo'layotgan ekanda u yigit. Faqat boy Arobiy bo'lgani uchun gapni bunaqasiga to'mtoq qilib gapirayotgan ekanda. Shu zahoti keyin payg'ambarimiz ko'zlaridan shu yosh oqib ketdi, shuvlab. Ya'ni Arobiyning Allohga bo'lgan go'zal gumonini, ya'ni bizning gunohlarimiz ko'p bo'lsa, uning mag'firati bor-ku, kamchiligimiz ko'p bo'lsa, uning afvisi bor-ku degan chiroyli e'tiqodidan ta'sirlanib ketdilarda, yosh to'xtamadi. Rasululloh qattiq yig'layverdilar, to'xtovsiz yig'layverdilar. Yana Jabroil alayhisalom tushdilar. "Yo Rasululloh, salom bo'lgan zot sizga salom jo'natdi, lekin sizga qattiq topshiriq qildi, yig'ini to'xtatasiz ekan" dedi. "Sizning yig'ingizdan osmon ahli ta'sirlandi" dedi. "Arshni ko'tarib turgan 8 ta farishtalar ham hammasi sizning yig'ingizga ilhoq bo'lib dedi, ular tasbihni to'xtatdilar" dedi. "Nimaga?" deb so'radilar. "Mana Arobiyga aytasiz ekan, bo'ldi. Yig'ini to'xtating. Bu Arobiyni Alloh taolo kechdi.
Mana buni qiyomatda sizga yo'ldosh qiladi ekan, sherik qiladi. Ya'ni siz bilan birga qilib qo'yar ekan. Shu xabarni bering, lekin yig'inni to'xtating deb aytdi dedi mana. Mana demak, kamtarlikni ko'ryapsizmi? Bir kambag'al, oddiy, beva, bechora bo'lgan, hech narsasi yo'q, ana shu odam bilan payg'ambarimiz mana shunaqa muomalani qildilar. Ya'ni qo'l ko'zlarini o'pib tashlasa ham, yo'q, unday qilma. Men oddiy insonman, inson bolasiman, senga o'xshagan oddiy odamman deb nima qildilar. Mana shu kamtarliklari payg'ambarimizning e'tiborlari bilan bu yigit ham Xudo xohlasa jannatga kirib ketib qoldi. Muhtaram azizlar, dehqonchilik mahsulotlarining zakoti, ushrini faqirlarga berish buyuk farz va ulkan saxovat namunasi sanaladi. Payg'ambarimizning hadis shariflarida ihson va sadaqa qiluvchi saxiy insonlarni Allohga mahbub bandalar deb ta'riflab shunday marhamat qilganlar. Saxiy Allohga yaqin, jannatga yaqin, odamlarga yaqin, do'zaxdan uzoqdir. Baxil Allohdan uzoq, jannatdan uzoq, odamlardan uzoq va do'zaxga yaqin deb. Albatta saxiy johil, baxil, obiddan ko'ra Alloh taologa mahbubroqdir. Mana saxiy odam o'zi johil bo'lib baxillik qilayotgan, ibodat qiluvchi odamdan ko'ra Xudoga mahbub bo'ladi ekan. Imom Termiziy rivoyatlari. Qolaversa, ushur faqat iqtisodiy emas, balki ruhiy tarbiya vositasi ham hisoblanadi. Ushur bergan inson baxillikdan xalos bo'ladi, rizqiga baraka kiradi, jamiyatda o'zaro mehr, muruvvat kuchayadi. Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin, hamda yurtimiz dehqonlarining ziroatlari va bog'bonlarimizning bog'dorchiliklariga g'aybiy barakotlar ato etsin, hamda ushurlarini ortig'i bilan ixlos bilan ado etuvchi saxiylardan qilsin. Amin. Allohu akbar.